Bu nima? Linnibor xonim, iltimos orqaroq turing. Rolo. Qaytarish! Nima? U yerda nima bo'ldi? Janob oliylar, menimcha kondensatsiya jarayoni bilan bog'liq muammo sababli nishonga aniq bormaganga o'xshaydi. Unda ming la'nat sizlarga. Qaytadan otinglar. Juda ham yaqin kelgandi. Bu o'zi qanaqa yorug'li edi. Odamlarni ko'pligini ularni imperiya qo'shinlari deyishdimi? Deridas 3-chi qo'shinlarni safarbar qilibdi. U minglab, yo'q, 10 minglab qo'shinga ega. Nima balolar bo'lyapti o'zi? Bir narsa aniq. Ular bu yo'lga qirolligimizni yo'q qilgani kelishganiga shubha yo'q. Nima? Poytaxtda qo'shin bor, lekin ular bu qo'shinga qarshi chiqishi uchun kamlik qiladi. Linnibor xonim, chekinishdan boshqa ilojimiz yo'q. Ortga chekinib akam bilan uchrashishimiz kerak. Siz nima deysiz, sensei? Vaziyatni hisobga olib eng ma'qul qarorga kelish kerak. Menimcha qochishdan boshqa choramiz yo'q. To'g'risi, ahmoqona savol berdim. Jilmaydimi? Nima demoqchiligimni tushunib turibdimi o'zi? Men ham bu yoqdan qochishni... Hujum boshlandi. Hamma ortimga. Ilohiy qalqon. G'ashimni keltiryapti. Janob oliylar, xavfsizlik yuzasidan orqa qatorga turib olishingiz kerak. Tezroq ishni yakunlaylar. Ular bizani shu yerda ushlab turishmoqchi. Faqatgina bitta yo'li bor. Sensei, nima qilamiz? Ularning e'tiborini jalb qilib, sizlarga vaqtdan yutib beraman. Uchalaylar esa paytdan foydalanib qochishingiz kerak. Lekin sensei, jang qilishni unchalik eplolmasam-da, qochib qolishga ustasi farangman. Yoshligimda asal yig'gani ko'p borardim. Uyasini buzib qo'ysam asalarilar rosa quvlardi. Xuddi o'shanday qochsam, ish bersa kerak. Ahmoqlik qilmayman. Bilsanglar o'zim ham o'lish niyatim yo'q. yaxshi. Unda bo'lsa ruxsatingiz bilan sizga kichik bir yordamimni ko'rsataman. Mayli, bemalol. Himoya sehrini qilmoqchimi? Boshladim. Ta'sir kuchiga tayyor turing. Qanaqa ta'sir? Nima deyapsan? Hammasi nazoratim ostida, bu safar hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmang. Shoshmalim. U yoqqa ahmoqqa o'xshab borib, o'lib ketmoqchi emasman. Qaranglar. Yana o'shanda otishyapti. Ikkinchisi kelyapti. Bu yog'ini sizga ishonib qoldiramiz. Sensei, ilohiy tezlik. Jinursin, hali tayyor emasman. Jismoniy tetiklashuv. Shiddatli shamol. Har safar o'lib ketishimga sal qo'yapti. Qaytarish! Chabber olganim yaxshi bo'ldi deb. Aks holda qaytarish! Ish berdi. Bu tezlikda yo'nalishni o'zgartirishim qiyin. Oldimdan chiqqaniga chap beraman. Qo'limdan kelganicha hammasiga. Qaytarish! Qancha ko'p vaqtdan yutsam, qizlarda qochish uchun shuncha ko'p imkon bo'ladi. Shunchaki yo'nalish bo'yicha hammani qaytarsam bo'ldi. Qaytarish!
nimasi? Nega? Qurollarimizdan ayrildik. Voy, ana tepadan tushyapti. Ehtiyot bo'ling. Hali qonim yo'q. Nima? Tepadagi ana ulkan narsa nima? Yana o'sha harommi? Bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? Bu nimasi bo'ldi? Seni avvalam ko'rganmidim. Uzoqdan ko'ringan o'sha odam shu jangchi emasmidi? Qanday qilib shuncha masofani qisqa vaqtda bosib o'tdi? Mendan nima xohlaydi o'zi? Soqchilarga e'tibor ham qilmasdan faqat menga qarab o'tdi. Imperator ekanligimni biladimi? Meni o'ldirishni reja qilib kelganga o'xshaydi. Tamam bo'ldim. Aytgancha, menda oriy xalqdan yasalgan keyzer qilichi va keyzer sovuti bor-ku. Nima, qo'rqib ketdingmi? Nega? Zambaraklarimiz har yoqqa sochilib ketyapti. Qanday kunlarga qoldim. Mukammal qurollangan 10 ming askarlarim bor edi. Ajdar nafasidan himoya qiladigan aygislar, ajdarni jizg'anak qilishga qodir bir yo'nak quroli. Hammasi yer bilan bitta bo'ldi. Kimsan? Nega tezroq o'ldirmayapsan? Maqsading nima o'zi? Bu qurol. Qurol Kleyning qora qilichi. Zindondan qolgan narsalar ichida men eng qattiq xohlagan edim shuni. Lekin u qanday oldi? Nahotki, shoshma, qilich noma'lum metalldan yasalgan. Uni har qanday odam ham ko'tara olmasligi aniq edi. O'sha buyuk qirol ham aytishlaricha bu qilichni ikkita qo'lda ko'targan ekan. Qirol Kleysni ortda qoldirganiga hech ham ishongim kelmayapti. Ana endi nima bo'lganini tushungandayman. Bu ishlarning hammasini yolg'iz o'zi qildi. Bitta o'zi qildi. U meni ko'proq qiynalishimni xohlaydi, shuning uchun ham darrov o'ldirgani yo'q. Xorlab sharmandamni chiqarib keyin o'ldirmoqchi. Qirol Kleysga nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsam, hammasi o'zimni boshimga tushdi. To'qqizinchi qism.
armiyaga qarshi chiqaman.